Xo'p, virus qarang. Viruslar o'zi bo'lmagan bolada, hozir ham yo'q. Endi gijjalar qarang. 3 xil turda gijjalar bo'lgan tanada. Mana. Hozir hech qanaqa gijja turidan asar ham qo'ying. Bittagina qolgan. U ham bo'lsa yashil rangda. Hozirda xavfsiz degan ma'noda keladi. Mana qizillar, demak, sal xavfliroq degan aslida. Xo'p. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 xil turdagi bakteriyadan bitta turi qolgan. 7 kunda zo'r, ha? Xo'p, mana buni qarang, so'rilishini. Vitamin D, B2, B6, biotin, B5. Bu yerda hammasi 100% so'rilishga o'tgan, mana qarang. Mikro makro elementlarni qarang. Hammasi ham yashilga qarab yurgan. Mana bular zo'r. Mana bilan qarang, qip-qizil. Endi bir haftada yana qancha bo'lsin, umumiy 1 oylik licheniyada xudo xolisa bu bolamiz ancha katta natijalarga erishadi degan umiddamiz. Barcha tabib va tabibalar diqqatiga Gulbahor Xidirova buni davolagan kasallik ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bizga 5 yoshli, demak, autizm bilan kelgan bolachamiz bor edi. Ulardagi o'zgarishni ko'ringlar. Ovqat hazm qilish tizimi, siydik tizimi, keyin suyak tayanch harakat tizimidagi holat. Xo'p, bu hozirgi kundagisi. Bu mana muammo bilan kelgan kuni. Demak, umumiy har bitta organni ko'rib chiqamiz, qarang. Har bittasida o'zgarish shunaqangi kuchli, mana bu yashillarni ko'rasizlar. Juda zo'r. Mana bu to'q ko'klab eng yomon degani. Qizillar ham narusheniyada ishlayapti degani. Endi mana buni ko'ringlar. Poзвоночникdagi narusheniylar kamayib ketganini qarang. Bor yo'g'i bir haftadagi natija bu. Qonimizda endi eng muhim joyi shamollashlar, zamburug'lar, bakteriyalarni bittagina bakteriya turi qolgan. O'tgan safar kelgan shuncha bo'lgan.